O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman nomiga fuqarolar tomonidan yo'llanayotgan murojaatlarning aksariyatida murojaatchilar dastlabki tergov organlariga taqdim qilingan shikoyat va arizalarga 1 oylik muddatda javob kelmayotganligidan norozi bo'lishmoqda. Ma'lumki, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning 28-moddasiga muvofiq ariza, shikoyat yoki murojaat masalani hal etish o'z vakolat doirasiga kiradigan davlat tashkiloti yoki mansabdor shaxsiga kelib tushgan kundan e'tiboran 15 kunlik muddatda, qo'shimcha o'rganish, tekshirish va hujjatlar talab qilingan taqdirda esa 1 oylik muddatda ko'rib chiqishi belgilangan. Biroq mazkur qonunning 1-moddasida qonunning amal qilishi, ko'rib chiqish tartibi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi fuqarolik protsessual, jinoyat protsessual, iqtisodiy protsessual hamda jinoyat ijroiya kodekslarida belgilangan murojaatlarga nisbatan tatbiq qilinmasligi ko'rsatilgan. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 351-moddasiga muvofiq dastlabki tergov o'tkazish muddatlari 3 oy, qo'shimcha o'rganish talab qilganda 5 oy va 7 oygacha uzaytirish mumkinligi ma'lum qilinadi.